Avvallari qo'shnimiznikida janoza bo'lsa, uyimizda hatto televizor yoqishga uyalardik. Qo'shni hurmatidan uyimizda jimjitlik bo'lardi. Agar non yerga tushib ketsa, darrov olib, 3 marta o'pib, ko'zimizga surardik. Ne'matga hurmatning barokatini bilardik. Berkinmachoq o'yinida 10 gacha sanayotganda 9,5 ni sig'dira oladigan saxovatli edik. Ovqat pishirsak, hidi chiqqandir deb qo'shniga bir kosa ilinardik. Dasturxonimiz faqat qornimizni emas, balki ko'nglimizni ham to'ydirardi. Uylarimizning eshiklari qulflanmas edi. Kelganlar "Falonchaka" deb kirib kelaverishardi. Hozirchi? Hozir nafaqat eshiklar, balki ko'ngillar ham qulflangan.